Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimining shifokor modulida bemorga qay tartibda retsept yozib berishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimidan shifokor moduliga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan qabulga yozuvlar va aktiv ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, shifokor qabuliga yozilgan bemorlar ro'yxati ko'rinib turadi. Navbati kelgan bemorni taklif qilish uchun taklif qilish tugmasi ustiga bosamiz. Bemorning tibbiy kartasi ochiladi. Qabulni boshlash uchun qabulni boshlash tugmasi ustiga bosamiz. Shundan so'ng bemorni shikoyati bo'yicha kerakli tartibda ko'rikdan o'tkazganimizdan so'ng bemorga retsept yozish uchun bo'limlar ro'yxatidan retseptlar bo'limi ustiga bosamiz va retsept qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek retsept qo'shish oynasi ochiladi. Bu maydondan kerakli dorini tanlaymiz. Bu maydonga dori-darmonlarni qabul qilish bo'yicha eslatmalarni kiritamiz. Misol uchun, har kuni bir mahal. Shundan so'ng qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Agar yana kerakli dori yozilishi kerak bo'lsa, xuddi shu tartibda yana yozamiz. Kerakli dorini belgilaymiz. Dori-darmonlarni qabul qilish bo'yicha eslatmalarni yozamiz. Va qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Shundan so'ng retseptni yozib berish tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda yaratilgan retsept ko'rinib turadi. Retseptni ko'rish uchun ko'rish tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda retseptni qo'shish oynasi ochiladi. Bu yerdan retseptni bekor qilish, retseptni bemorga chop etib berish mumkin yoki tahrirlash ham mumkin. Bemorga retseptni yozib berish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.